Ovozim chiqyotamdi. Üzemga olmandi hozir. Tamam. Ovozim chiqyotibdi. Endi kitobniki uziga kelaylik, qadrli qarindoshlar. Tamam. Ovozim chiqyotibdi. Bu kitobning uziga kelsak, bu men bayotin bizim Abdullah qarindishimizdan chiqargan bir nimasi bor. Miyaga Abdullah Sobit qarindishimiz yaxshi bir narsa chiqaribdi. Ko'chirib ilindi debdi, lekin pulimiz yo'q edi, bor edi vijdon. Va lekin vijdonga kelmadi bir non. Nimishqa puling yo'q demanglar, chunki men yashashni bilmagan inson. Oq ko'nglim nechirat baloga tiqdi. Turmushim pul so'rab yelimdan siqdi. Yiqilsam yuvoshning minguzi chiqdi, chunki men o'zimni so'ymagan inson. Sherbek Isel ağanlığını demepti ama bir yaşaş münasebetlik, turmuş münasebetlik bir narsa bo'lg'achqa men unga Yashash san'ati degan kitobni O'ddas ovozli kitob qilish kerak deb yozib qo'ydim. Buni men 2017-yil 18-yillari shu Sulaymon vaqtida ishlayotgan vaqtimda shanba kuni dars qildim. Shu vaqtda men bu kitobni rasmini ko'rishda Yashash san'ati Islomjon she'r millatlar nashriyat. Bu adamın oğlu bilan telefonda aloqalashib ko'rishgandik. Amerikada bir doktor Sherifjon akamiz o'g'li, ustozning o'g'li. Lekin deb qo'ydim menga. Endi Yashash san'ati degan kitobni O'ddas ovozli kitob qilish kerak. Men ma'vu mas'uliyat iqtidorni besib tushidi nomli sin darsini boshlaganda mush kitobni boshlaymi yo deb o'ylagan, hatto ovozga qo'ygan qarindoshlarga, tanishuvchilarga. Oxiri ya mush kitap bilan yoki boshqa bir kitap bilan shunday bir ismda bor. Lekin bu kitobni o'qib qo'ymay bo'lmaydi. Men tadbiriyat darslar qilardim u chog'da, har shanba kunlari. Shu chog'da mush kitobni o'ylagan. Bu kitobning mazmunini qarasak hozir. Mana kitobning mazmuni bir qarab chiqamiz. Islomjon Sherif Yashash san'ati millatlar nashriyoti. Mana kitobning muqovasini bir noyinlikda milliy puroq chiqadi endi. Naqshlar bilan atrofini kenarlab olibdi. Xushxat Yashash san'ati qaysi xil xat shaklida yozildi men uqmayman. Kitobning muqovasi loyiligichi Liu Jiafeng Xitoy davlatida buni. Kitobning ismini yozuvchi Yasin Muhammad. Mana Yashash san'ati degan Yasin Muhammad degan bir xattot yozibdi. Bu kitap chiqqan 24 yuan ekan. Islomjon Sherif millatlar nashriyat kitobning ish muqovasi. Bu ustozniki rasm ekan mana Islomjon Sherif. 2003 yilda nashr qilgan kitob ekan. 人生艺术debdi. Islomjon
Sherifuju o yazganda debdi. Kitobninki 3000 qadar nashr qilinibdi, 24 koy. 2003-yili 1-ayning 1-chi nashri Beijing. Mundarajada muharrirlardan so'z, muqaddima, xushalliq va azob. Xushalliq va azob. Birinchi qism odam va uning yashash san'ati. Yashash san'ati degan gapni anglasanglar bir xil nihoyatda ko'ngilga, quloqqa nihoyat obdan angladirlar. Yashashim bir san'atmi degan bir savol tug'ildi mening kallamda. Odam va uning yashash san'ati. Birinchi bob, birinchi qism debdi. Birinchi bob odam va uning vazifasi. Birinchi, ajdodlarimizning bu vaqtdagi qarashlari va ularning bizgacha ulanishi. İkinci, zamanımızdan adam ve adamның vazifesi haqidagi falsafaviy qarashlari. İkinci bab, adamның yushurum qobiliyati ve onun zamonaviy obrazi. Birinci, adamның ikki xil boyligi. İkinci, miyamizdagi yushurum qobiliyat ve psixik uyqu. Anladingmi? Miyamizdagi yushurum qobiliyat ve psixik uyqu. Üçüncü, tabiatimizdagi illatlar ve aqlimizning parchalanishi. Dördüncü, yoshurum qobiliyatimizni echishning sharti. Beshinchi, zamonaviy obraz. Uchinchi bob, yashashning san'atiki va san'atkorlik. Birinchi, yashashning san'atiki, ikkinchi, san'atkorlik. İkinci qism, san'atkorlikning umumiy bayoni. Söz beşi, birinci bab, ijodiyat yoki yashash san'atkorligi. Birinci mavzu, ijodiyat bilan bilimning munosabati. İkinci, ijodiyatning ta'biri. Üçüncü, ijodiy qobiliyat va aqliy iqtidorning ko'p xilligi. Beshinchi bob, ijodiyat qurilishi. Birinci, ijodiyat qurilishining maydonga kelishi. İkinci, ijodiyat qurilishining qisqacha mazmuni. Altıncı bab, ijodiyatning qobiliyat va safo talibi. Birinci, qobiliyat. İkinci, zamonaviy qobiliyat. Üçüncü, safo. Dördüncü, ijodiy safo. Yettinci bab, ijodiy ixtiyorlik yetishtirish. Birinci, ixtiyorlik va ixtiyorsizlik. İkinci, ijodiy ixtiyorlik. İjodiy ixtiyorlik. Üçüncü, ijodiy ixtiyorlikda aql bilan aqliy iqtidorning rol elishi. Dördüncü, sol ve o'ng miya funksiyasi. Beşinci, tush boyligi. Mühim gaplar. Sol ve o'ng miya funksiyasi. Erkinsizlikning kitobidan bor. Beşinci, tush boyligi. Yani tushni boylik deb o'rgatadi. Sekizinci bab, ijodiyat yoki san'atkorlikning turlari. Birinci bab, yani 8. bab, birinci mavzu. İcadiyet yoki san'atkorlikning turlari. Birinci mavzu, ijodiyatdagi o'rtoqlik. İkinci, fan texnika ijodiyati. Üçüncü, ijtimoiy fan yoki insonchilik tadqiqoti. İctimai fan ne demekçidir? Dördüncü, edebiyat, san'at ijodiyati. 9. bab, nima Latin, Rim yazıqı var o. San ifadeleri var. Arap,
raqami bu ring yiziqi. X'ni 10 deymiz. 10'ning sol tarafida bir bo'lsa 9 bo'ladi. X'ning o'zi 10 bo'ladi. Va o'ng tarafiga kelsa 11 bo'ladi. Hozir ko'ramiz. İcadiyatning qatlamlari. Bu 9-chi bobga. 10-chi bob ijodiyat fursati va uni amaliyotga aylantirishdagi negizlik masalalar. Birinchi, ijodiyat fursati va uning shakllari. Ikkinchi, ijodiyat fursatini amaliyotga aylantirishdagi negizlik usul. Uchinchi, ijodiyat fursatini amaliyotga aylantirishdagi negizlik pozitsiya. Uchinchi qism, yashash san'atkorlikqa to'sqinlik va tangligi paydo qiladigan omillar. Tangligi paydo qiladigan omillar. Tangligini tushunmadim. Tahliki bo'lishi mumkin. İmla xatolik bo'lishi mumkin. 11-ci bob tashqi omillar. Birinci mavzu. An'anaviy madaniyat omillari. Birinchi, madaniy meroslarga tutgan nomuvofiq pozitsiya. Ikkinchi, an'anaviy ideya va nufuzliqlarga bosh urish xohishi. Uchinchi, farzkorlik va adovatchilik. To'rtinchi, ideviy usul. Beshinchi, makon qarashi. Oltinchi, diniy omillarga sal qarash. Yashash san'atkorlikqa to'sqinlik va tahlika paydo qilgan omillar deb shularni so'zlab, tashqi omillar, birinchi an'anaviy madaniyat omillari, madaniy meroslarga tutgan nomuvofiq pozitsiya, an'anaviy ideya va nufuzliqlarga bosh urish xohishi, farzkorlik va adovatchilik, ideviy usul, makon qarashi, diniy omillarga sal qarash. Ikkinchi, ijtimoiy tuzum omillari. Birinchi, istedodlik va chiriklik. Ikkinchi, hayotning qimmatini pul va mansabga beqindirish xohishi. Hayotning qimmatini pul va mansabga beqindirish xohishi. Uchinchi, ta'lim-tarbiyada bekinmachilik qilish. Psixik omillar. Birinchi, psixik sog'lomlik va sog'lomsizlikning farqi. Ikkinchi, inson tabiati va psixikadagi ojizliklar. Endi inson tabiati va psixikadagi ojizliklar shu temaga shu hozir o'xshab ketadigan nimaniki dalillarning kitobi bor. Evet, endi bek o'qilgan bu kitobda. İnson tabiati va psixikadagi ojizlik. İnson tabiatidagi ortiqchilik va ojizlik degan temada mavzuda bir kitob bor. Tabiatimizdagi psixik ojizliklarning asosli turlari. Birinchi, o'zini kamsindirish. Ikkinchi, jamoat fikrining qulluq qilish. Uchinchi, g'ururlik. To'rtinchi, qo'rqinchoqlik. Beshinchi, g'am qayg'u. Oltinchi, hasadxo'rlik. Yettinchi, gumonxo'rlik. Sakkizinchi, shuhratparastlik. Mana bu nimalar ekan? Psixik omillar ekan. Nimaga ta'sir qiladigan? Ijodkorlikqa, san'atkorlikqa, yashash san'atkorlikqa to'sqinlik qiladigan va tahlika paydo qilgan omillardagi psixik omillarni qator so'zladik. Ikkinchi, tabiatimiz psixik ojizlikning asosiy turlaridir. O'zini kamsindirish, jamoat fikrining quli bo'lish, g'ururlik, qo'rqinchlik, g'am qayg'u, hasadxo'rlik, gunohxo'rlik, shuhratparastlik. Endi bu 13-chi bob. San'atkorlikqa to'salg'in bo'ladigan odatlar. Ular o'zini chog'lamaydi. Ikkinchi, o'zining dastmoyasini to'g'ri mo'ljallamaydi.
Üçüncü, başqalarının eybini koçulaydı. Dördüncü, dost yarenlerini közge ilmaydı yoki jazolaydi. Beshinchi, salobatga diqqat qilmaydi. Oltinchi, adabsizlik qiladi. Yettinchi, nishon tanlamaydi. Sakkizinchi, ko'tkotlik qiladi. To'qqizinchi, zakunchilik qiladi. O'ninchi, yolg'onchilik qiladi. Bu foydalangan materiallar ekan. 572 betlik qancha 625 betlik kitob ekan. Abdujalil Turan kutubxonasi. Maktabatu Abdul Turan. Abduljalil Turan kutubxonasi. Uygurweb.net. Muharrirdan söz. Buni bir o'qib Uyghur kitob to'g'ri bekitiladi. Muharrirlardan söz. Yashash san'atini tahrirlash jarayonida zavq bilan o'qib chiqdik. Bu tabiiy, ijtimoiy va ruhiy fanlarda odamning yoshirin qobiliyatini ichish tadqiqotida borliqqa kelgan utuqlar muallifning o'zgacha tafakkuri bilan ommabop yuritilgan asar bo'lib, muallifning mushu tema haqidagi o'ylarining kirish so'zi ekan. Shundoq bo'lishiga qaramay, asarning mazmuni ko'p xil fanlarning birlashma holatida turmushni san'atlik o'tkazish, farosati yetildirishga qaratilgan hamda o'tmishni tasvirlash va kelajakni qiyos qilishga berilib ketadigan an'anani naq hol kunimizni o'tmishni tasvirlash va kelajakni qiyos qilishga berilib ketadigan an'anani naq hol kunimizni yaxshilashga burg'an. Asarda g'ulaç yaygan mazmunlarda har bir odam, millat, davlatning davr raqobatlarining talablari bo'yicha bahuzur yashash uchun o'zini zamonga uyg'un loyihalash, yangi asr bilim egiligida negizlik rol o'ynaydigan ijodkorlik ruhini o'stirib, milliy egiligini jahon saviyasiga ko'tarishga oid milliy egiligini jahon saviyasiga ko'tarishga oid bilimlar umumlashtirilib sharhlangan. İnsanlar medeniyeti barliqqa kelgandan buyon odam tabiatiga jug'langan o'ziga ishonish, jasur shijoatlik, g'ayrat, irodalik, jo'shqin yumoristik bo'lib, ijod qilishdek esil fazilatlar va ularning zamonamiz madaniyatini ilgari surish rag'bati echpirilib, odamning azobdan qutulib, xushalliqni qo'lga keltirish yo'lidagi orzulari mustaqil o'ylab ko'rilgan. Asarni ko'ngil qo'yib bir qatim o'qib chiqsak, ko'z oldimizdagi raqobat va krizisda uchrayotgan masalalarni qanday hal qilish va o'zimizdagi yoshirin qobiliyatni qanday ichish haqida bir yurish ilmiy ko'zqarashlarga ega bo'lamiz. Asarni o'qish orqali davr orzulab ketayotgan o'rganish inqilobining ijodiyat qurilishiga oid bilimlar bilan tanishib qolmasdan, xosligimizdagi tafakkur javharlari bilan davr ruhini o'zimizda turg'izishdimi qimmatli fikr yo'llariga erishib, elimiz ham chet ellarda ijodiy safo turg'izish haqida borliqqa kelgan asarlardan umumlashtirilgan dars ang'ilgandek bo'lib qolamiz. Asarning mazmuni mo'l, foydalangan asarlar bilan fikrlarning doirasi keng, amaliyatchan, barliq bilimlarni bugungi hol kunimizni yaxshilaydigan barpochilikqa tatbiqlash nishonlangan,
ilmiy fikrlar hissiyotparastlikdan xoli, ilmiy fikrlar hissiyotparastlikdan xoli naq faktlar asosida qanot yaydirilgan. Əsərinin ilmiy bo'lishig'a qaramay, til adabiy, ommabop har bir mazmunni o'qiganda insoniyatning o'tmishidan hozirgacha mangulik tema qilingan masalalar o'zgacha sharhisi bilan dilga rohat bag'ishlaydi. Bu mazmunlar muallifning aql va talant haqidagi bir yurish asarlari bilan tadqiqotlar asosida pishib etilgan bo'lib, texnicha idora jamiyat, korxona va maktablarimizga to'liq bilan yetib kelmagan va hammamiz uchun xuddi darslikdek muhimligi bilanmi astoydil o'rganishga arziydi. Namozdan vaqti bitibdi meni. Asarga azon to'ldi. Əsərinin ilmi bo'lishig'a qaramay, tili adabiy, ommabop, har bir mazmunni o'qiganda insoniyatning o'tmishidan hozirgacha mangulik tema qilingan masalalar o'zgacha sharhisi bilan dilga rohat bag'ishlaydi. Bu mazmunlar muallifning aql va talant haqidagi bir yurish asarlari bilan tadqiqotlar asosida pishib etilgan bo'lib, texnicha idora jamiyat, korxona va maktablarimizga to'liq bilan yetib kelmagan ve hemimiz için xuddi darslikdek muhimligi bilanmi astoydil o'rganishga arziydi. Kadrlar, korxonachilar, madaniyatli dehqonlar, o'qituvchilar, texniklar, ziyoli yoshlar. Umuman, beshimizdagi krizisni o'z kallasi bilan o'ylab ko'rib, biror natija yaratishni o'ylayotgan bir kishi uchun darslik rolini oladi. Savat chiqargan har qanday bir odam o'qib chiqsimi, belgilik natija erishdi. Bo'libmi, muallif, ya'ni Islomjon Sherif, odamga, odamning majburiyatiga va odamdagi yoshirin qobiliyatni ichib, zamoniy obraz turg'izishga oid masalalarni bayon qilganda, tafakkurni kishilik hayotning yo'ltochisi, kishilik turmush qurishning davr talabidagi jilvisi hisoblab, turmushimizning tamoman ijodiyat va ixtiroga tayanib borliq keladigan san'atlik jarayon ekanligini, odam, millat, davlatning bu jon tomirni egillash orqali kuchayishi lozimligini ajoyib gavdali kechib bergan. Ijodiyat qurilishini bayon qilganda, bilim bilan ijodiyat bilan cho'ng meva, ijodiyatdagi o'rtaqlik bilan ayrimliq, ijodiyat jarayonida rol oladigan qobiliyat, safo, xoslik, cho'ng mevligi o'ng shar, ajdodiy meva bilan so'l shar, o'zlik meva. Anladыңmı? O'ng shar ajdodiy meva bilan so'l shar, o'zlik meva. Lerning munosabatlarini tabiiy va ijtimoiy fanlarning qo'shilishidagi zamonaviy bilimlar asosida aniq yoritish orqali bizni zamonimizning talant va ijodiyat tadqiqotidagi danglik olimlarning ta'limotlari bilan o'ngishli uchrashtirgan. Shuning bilan bir chog'da har bir odam va xalqning o'zini zamon talabida takror barpo qilish yo'llarini ko'z oldimizga namoyon qilgan. Yashash san'atiga to'sqinlik qiladigan omillar ichida to'xtalganda, ichki va tashqi jihatdagi to'sqinlik omillarini tamkinlik bilan isbotlab, inson tabiatiga va jamiyatga cho'kma bo'lib xalqning qiniga vahima, sadoqatsizlik, shaxsiyatchilik, ijodiy faoliyatga qarata jur'atsizlik qilishdek zaharlarni singdirib qo'yib, keyingi avlodlarga irsiyat holatidagi muhim gaplar kelmoqda. Ulum qilib
qo'yilgan illatlarni yil tizidan qo'murib tashlash, fikr hurligi bilan jasur ilgirlaydigan milliy obraz turg'izish uchun g'oyaviy ilgirlagan. Bu mazmunlar ijodiyatga kirishmagan taqdirdami har qanday odam bilmasa bo'lmaydigan savodlardir. Bu kitobni tunishtirishga sababi mushu, adabiy qarindoshlar. Yana shuning bilan bir chog'da har bir odam va xalqning o'zini zamon talabida takror barpo qilish yo'llarini ko'z oldimizga namoyon qilgan. Yashash san'atiga to'sqinlik qiladigan omillar ustida to'xtalganda, ichki va tashqi jihatdagi to'sqinlik omillarini tamkinlik bilan isbotlab, inson tabiatiga va jamiyatga cho'kin bo'lib, xalqning qiniga vahima, sadoqatsizlik, shaxsiyatchilik, ijodiy faoliyatlarga qarshi jur'atsizlik qilishdek zaharlarni singdirib qo'yib, keyingi avlodlarga irsiyat holatida udum qilib qo'yilgan illatlarni yiltizidan qo'murib tashlash. Fikr hurligi bilan jasur ilgirlaydigan milliy obraz turg'izish uchun g'oyaviy ilgirlagan. Yani, avtorningki hissiyotini deyapti-da. Bu mazmunlar ijodiyatga kirishmagan taqdirdami har qanday odam bilmasa bo'lmaydigan savodlardir. Kitobning muhimligi mana shu yerda. Bu tahrirdan so'z ekan. Aniqlashimizcha, asardagi uftuqlar muallifning kichigidan boshlangan tirishchanlik va uning tafakkur odati bilan munosabatli bo'lib, u mas'uliyatchan, ijtihod bilan tinimsiz ilgirlaydigan odam ekan. U aqliga kelibla otasi Sheripaxun Xalfitinning o'qish bilan bog'bonchilik emgikini birlashtirgan tarbiyasida o'sgan. Uning kindiqini to'kilgan yurti azizona Qashqar shahri bilan ortish oralig'idagi qadimiy nevizorlik bashkiram bo'lib, Abduqodir Jaloliddin Nishadonga bu hamma yoqni bog'-bo'stonlar qoplagan, xalqi emgakchan, bilimxumor, jahongezar, bog'bonchilik orqali shahar savdosiga tutishadigan yurt edi. Bashkiram demoqchida, uni kichkida o'qitgan otasi va Abdurim Axun Xalfitin, Ro'zi Apandi qatorliq ustozlardan kitob o'qib o'ltirdigan va rivoyatlarni amaliyot o'rniga qo'ydigan birmi kitob mollasi yo'q edi, magatlik mumkin. Uni kichkida o'qitgan otasi va Abdurim Axun Xalfitin, Ro'zi Apandi qatorliq ustozlardan kitob o'qib o'ltirdigan va rivoyatlarni amaliyot o'rniga qo'ydigan birmi kitob mollasi yo'q edi. Ularning qarashicha, ota-onaning o'lgulik gap so'z ish-harakati bolalar uchun maktab sirtidagi maktab edi. Ularning qarashicha, ota-onaning o'lgulik gap so'z ish-harakati bolalar uchun maktab sirtidagi maktab edi. Shunga ular kalom bilan amalni, ya'ni o'qish bilan ishlashni birlashtirgan odamlar bo'lib, o'z bolalarini ustoz shogird tarbiyalagandek tarbiyalaydi. O'zaro hamsuhbat bo'lganlarida yurtimiz Şinjanning, Sharq Turkistonning, Uyg'uristonning shahar bozorlari va ulardan halqib O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo ellari bilan Jungo, Hindiston, Rossiya to'g'risida, u yerlardagi olim ilmolar to'g'risida, qo'l hunarmandchilik va milliy sanoat to'g'risida, xalqning udum axloqiy odatlari to'g'risida cho'nqur muhokimalarga tushadi. Bo'libmi, ularda foydali amaliyotga qatnashish, foydali kitoblarni o'qish, ozg'un amaliyotdan o'zini tortish, ozg'un kitoblarni o'qimaslik tashabbusi bor bo'lib, so'zlarda ozg'un harakat va kitoblarga la'nat yog'diradi. Muallim
Bala vaqtida ashu suhbatlarning quloq mollisi edi. Magatli bek mühimken. Bo'libmi ularda foydali amaliyotga qatnashish, foydali kitoblarni o'qish, ozg'in amaliyotdan o'zini tortish, ozg'in kitoblarni o'qimaslik tashabbusi bor bo'lib, so'zlarida ozg'in harakat va kitoblarga la'nat yog'diradi. Muallif bola vaqtida ashu suhbatlarning quloq mollisi edi. Shunga oyig'i chiqib uzoq o'tmay Qashqarning Ko'nishahar, Yangi Atush, Fayzobod bozorlariga otasining keynidan ergishib bordigan hamda Yangi Sariyaga Makit, Sariqko'l, Qag'aliq, Sariqbuya, Turfan, Anjan, O'sh, Uchturfan, Quchoqlardagi yodgorliklar, bozorlar bilan u yerlarning ilmi ta'limi haqida otasidan xabarlarni anglab turadigan bu bolaning yumron qalbida otasi dunyodagi eng fazilatli va bilimli kishidir. Mahalla ko'ydagi ustozlari ko'pni biladigan donishmandlardek yuksak turibdi. Bek muhim ma nuqta. Hozirlik 50 yoshdan oshganlarni netlaydigan bir ishlar chiqdi-ku o'ttirga. Magiyatni anglab qo'yinglar. Nima debdi? Otasidan xabarlarni anglab turadigan bu bolaning yumron qalbida otasi dunyodagi eng fazilatli va bilimli kishidek, mahalla ko'ydagi ustozlari ko'pni biladigan donishmandlardek yuksak turadi. Muallif onasining mehriga cho'milish bilan birlikda o'z nazaridagi ashu ulug' ota va ustozlarning har bir so'z ham harakatini qalbiga naqish, harakatiga o'lcham qilish bilan huzurlanadi. Ota yo'lida mang'anligi bilan faxrlanadi. U shundoq hissiyot bilan 8 yoshga kirganda otasining Alloh bizga 2 kitob bergan, biri Qur'on, yana biri tabiat. Fanniy maktab tabiatni o'qib tafakkur qilishni o'rganadigan muqaddas joy degan topshiriqi bo'yicha yangidan ochilgan fanniy boshlang'ich maktabga kirdi. Oldinga ma gap bek muhim gap. Bu gaplar vatanimizdan barkan tuqini. Allah bizga 2 kitob bergan. Biri Qur'on, yana biri tabiat. Fanniy maktab tabiatni o'qib tafakkur qilishni o'rganadigan muqaddas joy degan topshiriq bo'yicha yangidan mana men rasmga ilib olay. Boshlang'ich maktabga kirdi. Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlardan amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik fazilatlari orqali saboqdoshlari bilan do'stlik o'rnatdi. Eng muhimi, o'rganganlarini dadasi orqali takrorladi va otasining nima deyish kerakdi? Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlarining amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik Turma, ovozim qanday chiqyapti-da? Tamam. Oh, güzel. Bir oyga bormayla xat tunib, ustozlarining amroq o'quvchisiga aylandi. Muloyim, sharmoyalik fazilatlari orqali saboqdoshlari bilan do'stlik o'rnatdi. Eng muhimi, o'rganganlarini dadasi orqali takrorladi va otasining 1000 soat o'qigandan 1 soatlik tafakkur a'lo degan aqidasi bo'yicha o'ylab ish qilishni, ish ustidagi pand-farosatni, odam tabiatining xushxuy bo'lishi uning baxti, odam tabiatining xushxuy bo'lishi uning baxti degan aqidasi bo'yicha maktab sirtidagi kishilar bilanmi yaxshi muomala qilishni, kengashlik bo'lishni, emgak odam vujudini chingitadigan dora, emgak odam vujudini chingitadigan dora degan aqidasi bo'yicha tirishib jismoniy emgak qilishni, yaxshilik qil daryoga tashla
Xaliq bilmasa, xalq bilir. Yaxshilik qil daryoga tashla, xaliq bilmasa, xalq bilir. Degan aqidasi bo'yicha qavm qarindoshlarga, boshqalarga, jamiyatga savobli ishlarga ishtirok qilishni, ota-ona bola uchun yerim do'xtir degan aqidasi bo'yicha mijoz holatlarda bo'layotgan o'zgarishlarni ota-onasiga ochiq ma'lum qilishni, oila kichik vatan, qavm qarindoshlari bilan inoq o'tishmi vatanni suyganlik, oila kichik vatan, qavm qarindoshlari bilan inoq o'tishmi vatanni suyganlik degan aqidasi bo'yicha urug' tuqqan, qo'lim qo'shnilar bilan ittifoq o'tishni odatga aylantirib, toki to'liq o'ttirni puturgacha qo'sh ustozlik o'qishni ijtihod bilan davom qildi. Hamda to'liqsiz va to'liq o'ttirdagi munavvar o'qituvchilarning amroq shogirdi bo'lib qoldi. Bularning ichida otasi doim takrorlaydigan olimlar Allohning do'sti. Olimlar Allohning do'sti. Yarilishingni men yaratdim, yaralmishing o'zingdan. Yarilishingni men yaratdim, yaralmishing o'zingdan. Buni dadam bek ko'p deydi bu gaplarni shu. Degan aqida bilan dunyoga tafakkur yurgizish va uningdagi ijtimoiy izchillik bo'lib, degan aqida bilan dunyoga tafakkur yurgizish uningdagi doimiy izchillik bo'lib, uning qalbida olimlar va ularning ta'limotlariga bo'lgan talpinish mutlaq o'rinni egallab olgan edi. To'liq o'ttirni a'lo natijadan bitirib, Beijing Millatlar universitetiga o'qishga menish oldida otasi muallifni Bo'yli bog'idagi anor bilan Anjur o'ttirisiga oromgoh qilib yasagan oddiy supsiga chaqirib, Iroqdagi bilim yurtida bilimga parvona bo'lish haqida yukinib o'ltirib topshiriq berdi. Topshiriq orasidagi otasi qo'li bilan bog'dagi mevalarni ko'rsatib turib, "Ibolam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetiladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla biladi." Tafakkurni ochquchi damolla bo'ladi. Ya'ni, ey bolam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetiladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Bu gaplar biroz murakkab gaplar nima? Man molla damolla degan gapni ko'rganda biroz nima qoldikmi? Balam, boqqa bir xil suv kirsa, mevalik daraxtlar necha xil meva berayotganligini o'ylab ko'rgaysiz. Maktab bir bo'lgan bilan qancha xillab odam yetilib chiqadi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Bir xil suvda necha xil mevaning borliqqa kelishini tafakkur bilan ochquchi damolla bo'ladi. Shu jumla toza degan edi. Muallif otasining bu so'zlar to'liq o'ttirg'icha tikilgan tafakkur olamlar ochquchi. Mushu yerda demakchi o'xshaydi. Tafakkur olamlar ochquchi degan aqidasiga singdirib, har ishning ichki bag'lanishlari ustida tafakkur qiladigan tabarruk qilib oldi. Hamda oliy maktabga beriblar. Maktabdagi va Jungo Fanlar akademiyasi Millatlar tadqiqot o'rnidagi Uyg'ur madaniyati, Markaziy Osiyo tarixi va e'tiqod madaniyatlari bilan cho'nqur tanishadigan Abdurashid Islomiy, Anvar Boytur qatorliq olimlarni ustoz tutib, maktab darslaridan boshqa Jungo Fanlar akademiyasining bilim xazinasidanmi
ozuq elishga kirishib, Millatlar Universiteti bilan 80-ci yillarda bo'lgan oliy partiya maktabidan iborat ikki oliy maktabda o'qib, aspirant bo'lishni kishilik hayot qadamlarini baxtga erishtiradigan tafakkur mashqiga aylantirdi. Bilim texnologiyani dogmatlash bilan emas, yangi tafakkur yo'llari bilan qondirib minishga odatlanadi. Uning nashriyatchilik va jurnalistlik bilan Jungo nashriyatchilari lug'atidan o'rin ilib qolmasdan, Jungo mutaxassislari, Junxoning mashhur arboblari, dunyoning madaniyat arboblari qatorliq okeanislardan o'rin olg'uchi mangan tadqiqot musobaqasida ashu aqida doimiy ittirgich rag'bat bo'ldi. Bizningcha, SHIUAR ijtimoiy fan sohasidagilar birlashmasidan iborat avtonom rayonimizdagi eng cho'ng ilmiy organ Jungo mutaxassislari buyuk lug'atiga uni tunishtirganda ko'rsatgan davlatimizning nazariya tashviqot va nashriyatchilik ishlarining taraqqiyotiga aktiv tuhfalar qo'shdi. Avval elimiz va dunyo madaniyatida hozirgi zamon Uyg'ur o'qirmanlarining yo'l ochib menishiga yaramliq ahamiyatli asarlarni tarjima qilib kirgizish bilan Janubiy Shinjang bo'yicha ishdan sirtqi avtorlarning namunachisi bo'ldi. Andin ijtimoiy fan tadqiqotida nazariyaning amaliy unumiga ahamiyat berib, odamning yoshirin qobiliyatini ichish va talantshunoslik tadqiqotini fan sistemasining qurilishiga qaratib, Uyg'ur avtorlar hozirgacha bu tadqiqot sohasida tegish qilmagan sistemalik asarlarni yozib, ilm sohasida o'zgacha bir liniya turg'izdi. Xinjiangning aql bo'lug'ini ichish va talant tarbiyalash ishlarining taraqqiyoti uchun ko'z ko'rinarli natija yaratdi degan baho va Jungoning xalqaro tanilgan mashhur arboblarini baholash komiteti qatorliq 4 ilmiy jamiyatning 1998 yili 3 ayning 8 kuni avatgan muboraklash guvohnomasi muallifning ustoz tutishga va tafakkur qilishga mohir bo'lish, iroda qilgan ishiga qiyinchilikdan qo'rqmay umr rivoyat intilishdek shijoatlik fazilatiga o'qilgan madhidir. Dunyo madaniyatidagi donglik odamlar qutblariga oltin medal mukofoti baholash komiteti doimiy organi Achievement Prize of World Cultural Celebrity ning 1999 yil 11 ayning 11 kuni sizning insoniyat madaniyat ishlarida qo'lga keltirgan gavdali kutublaringiz va asaringizning xotirasi uchun ushbu mukofot berildi deb qutlashi hamda farosat va zamonaviy odam degan ilmiy emgakini dunyoviy madaniyat arboblari farosat xazinasiga yodgor qilishi muallifning tafakkuridagi o'zgacha izchillikqa dunyoning qiziqishidir. Endi muallif to'g'riliq gap tugidi. Bu xili bor ekan. Yashash san'atini, yani ustozniki shon shuhrati, bilim saviyasi, tarbiyalanishi to'g'riliq so'zlab o'tdik yuqorida. Shu muharrirdan yozilgan so'zlar ekan. Yashash san'atini nashr qilayotganda biz uning avtonom rayonlik xalq hukumati ijtimoiy fan nodir asarlarini baholash komiteti tarafidan 1 va 2 darajali mukofotga erishgan odam va iqtidor, talant bo'sug'isi bilan aql va fazilat, talantshunoslik, krizis va barpochilik, o'zlikni bayqash qatorliq ilmiy asarlari. Xotin-qizlarda qo'shchinislik pisiga yetildirish to'g'risida. To'y murosimi, oilaviy madaniyat ko'rigi qatorliq bir yurish ilmiy maqolalarining uning tafakkuridagi sal chog'lig'il bo'lmaydigan ahamiyatli izlanishlarning natijasi ekanligini cho'nqur his qilmoqdamiz. Bu asarlar va uning radio,
televiziya va maxsus ilmiy sovrinlardagi nutqlari, shundaqla uning maqolalariga qiziqadigan gazet jurnallardagi maqolalarimi bargan sari ko'plagan kishilarni qiziqtirmoqda. Biz shunchalik so'zladik. Texmi dono fikrlar keng o'qirmanlarga mansub. Biz xalqimizning qo'yni qassob so'ysin degan oqilona so'zi bilan sizlarni kitobni o'qib chiqishga undaymiz. Chunki sizlar o'qib chiqib hayotinglarga talab qo'ygandilar kitobdagi hikmat andin deyishiladi. Biz muallifni izlaganda uni xalqimizning bilim xazinasiga kamlik bo'libmi o'z kallasi bilan o'ylaydigan, o'z qo'li bilan ishlaydigan ijodkorlikning ojizligini to'liqlash ustida tahrirsizlik bilan izlanayotganligini ko'rdik. U turmushda oddiy sodda, chiqishqoq, do'stlariga o'tdek qizg'in, olim ulamolarimiz bilan olim sifat yetilayotgan yoshlarimizga umid bilan hurmat bildirib turadigan, xalqimizning bilim egiligidagi kelajak istiqboliga jazman ishonadigan odam ekan. Eng muhimi, u hozir qilgan ishlarini qilmoqchi bo'lgan ishlarining tomchisi hisoblaydi. Nashr qilingan asarlari kamchilik nuqsonlarni tuzitib, texmi ommabop xalq suyar asarlar qilib ishlab chiqarishga ishonchi komil ekan. Xalqning orzu armonlariga o'zini tamoman qo'shib o'tish uchun tinimsiz ilgirlaydi ekan, debdi muharrir. Endi bu avtorniki muqaddima xushalliq va azob to'g'riliq yozganlar ekan, qadrli qarindoshlar, bu hali bor o'xshaydi. Endi shu kitobniki kitob to'g'riliq, ustoz to'g'riliq yozilgan asarlarni ko'rdinglar, qisqacha tanishtirishni. Tugaydi ekan-da. Endi kitobni mushtaq tanishtirib qo'ydik. Qonunni Islomjon Sherif ustozninki bu Yashash san'ati degan bu kitobni cho'qim o'qib chiqishinglarni umid qilaman. Ustoz to'g'riliq yine bekroq izlanishni xohlasanglar, YouTube kirib Islomjon Sherif deb izlasanglar, Uyg'ur akademiyasida men chiqarib qo'ygan bir nima bor, suhbat bor. Mana Uyg'ur akademiya to'riga Hayot va ijodiyat 1-qism. Hayot va ijodiyat 2-qism. Ondan boshqa mening darslarim bor. Belkuch kutubxona suhbatlari deb ayrim bir nima chizib tikkanmiz buningga. Yani Belkuch kutubxona suhbatlarida tadbiriyay meniki niman ekanda Uyg'ur akademiyasidan tug'ilgan o'ynatma qo'yish tizimi ekan. Buningda kutubxona va ommaviy madaniyat to'g'riliq kimniki Abduqodir Jaloliddinninki 11 yil bo'yin chiqarib tikkanlar buni. Ondan keyin 2-qismi, ondan keyin oila tarbiyasidagi ilmiysizlik Yalqin Ro'zining ondan keyin aile terbiyesi ilmisizlik 3-qism, 2-qism, 3-qism, 4-qism barken aile terbiyesi ilmisizlik 5-qism, ondan keyin hayot va ijodiyat 1-qismini Islomjon Sherif Tashkirani. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun İskender Medeniyet Tarix Sirkiti bilan kutubxonamiz birlikda uyushtirib kelayotgan 5-qatimliq ommaviy leksiya so'zlash faoliyatini hozir boshlash oldida turibmiz. Men oldi bilan so'q havo qaramay
mushu litsey qatnashib kelgan barliq aziz mehmonlarni qizg'in qarshi olaman va ularga ko'pdan ko'p rahmat bildiraman. Hurmatli mehmonlar, bugungi litseyning temasi hayot va ijodiyat. Litsey so'zlaguchi mutafakkur, ijodiyatshunos, talantshunos va tunilgan nasriyatchi Islomjon Sharif Bashkarami. Litseyni rasmiy boshlashdan burun Islomjon Sharif akamni qisqacha tunishtirib o'tmoqchiman. Islomjon Sharif Bashkarami 1946-yili Qashqar Bashkaramda bir o'limi oilasida dunyoga kelgan. 1967-yili Markaziy Millatlar Universitetini bitirib, Yakan va Qashqarda ilmiy va ma'muriy xizmatlarda bo'lgan. 1987-yili Qashqar ijtimoiy fan sohasidagilar birlashmasining muavin raisi bo'lgan. 1980-yildan 1989-yilgacha Qashqar Uyg'ur nasriyatida muavin bosh tahrir bo'lib ishlagan. 1989-yildan boshlab Şinjan ijtimoiy fanlar munbiri jurnalining muavin bosh tahriri bo'lib ishlagan. Uning aql va fazilat, odam va iqtidor, krizis va barpochilik, talantshunoslik, ixtisosliklarning rolini joriy qildirish to'g'risida talant busug'isi, yashash san'ati, bilish va haqiqat qatorliq ilmiy asarlari, Yildiz, Bahar qatorliq romanlari, G'arbiy yurt madaniyat tarixi, dunyoning 5000 yili qatorliq tarixiy asarlari, fan texnika talantshunosligi, ixtiroshunoslik busug'isi qatorliq talant va ijodiyatga oid tarjima asarlari har qaysi nashriyatlar tarafidan nashr qilingan. O'g'liknoma nomli 8 tomlik asri Şinjan xalq bosh nashriyati tarafidan nashr qilinish oldida turmoqda. Qadrli Islomjon akamizni deb berishga taklif qilaylik. Assalamu alaykum sevgili qarindoshlar. Bugun har birlarga ko'rishganligimga intayin xushal. Men bugun 3-chi qatimliq burilishni, mendagi shaxsiy bo'lgan 3-chi qatimliq burilishni har birlarga qilaman. Men 75-yilgacha hozirda e'lon qilingan ba'zi tarjimalar o eserler, o mekârında şu zamandaki, şu vaziyette kopuştuğu siyasi eserler, nezriye meseleler, bazı edebi meseleler, ve gazalar bulup, üç kısımda bölüm. Benim ki 3. buradayım, ahirette çukurlar makam 3. kadem. 1. kademde ben asasları falan, da meselesini çıkardım. Bununla Dedem rahmetli har zebulluq bilimsizlik. Bilimsizlik Adem kalbideki bir butun ilah. Bunun da ölçüsü cezmen şirik geldiği butu çeş gerek. Diğer müşteril terbiyat işaretler mangalıydım. Ama ben bunçilak kılamasam mı 70 bu şu birinci Türk'ümdeki eserlerinde asasen ben bu şu dünya boyunca bir milletin ki umumen terakkiyat için, bir devletin umumen terakkiyat için, umumen kulağının mevcutluğu tutturacak için birinci derecelik formundaki iş ne mi? O çokum talan. Ben bunun umumen şu arzular ketken rekabet, musabaka diğer meydan turup 5 kitap yazdı. Bunun da birinci ettim üzerinden yazışığa kadar mağdur gitmeyken şirayette esaslar terbileş doğrusunda diğer bir kitap tüzüp başka alımların tiliden bir millette, bir rayında, bir halkta. Eğer günah hesaplanmak iş olsa bunu ne kadar şirayet o cezmen şu millet için, şu devlet içindeki, şu makam içindeki talantı, iktidarlı, çünkü o da kaynaktırmak, ezimet kaderleri yoktur. Bu en zor cinayet. Bu
Bununla kişiler sol açmaydı. Lekin tarih sol açamaydıgan etişi mümkün. Lekin tarihni sol açmaydıgan. Ama bu milletten olduğunu kusap durgan bir ahval. Cezmen talan adamlarga zip. Ularınki aldığımız üst işi bulup yaş avlatlar. Yani özü de okuş işi ve icat işi. Yani yaşlıktan destekli mezgilidir. Otur yaşlıktan destekli mezgili çıkmamak avla, adamın talantı intayın cüş grup tarafından kalmak bulup, muşu basmışlıkta yaşlığa gamkorluk kılanmağa cemiyet, bundan kılanmakta sözünün golfları hesaplanır. Bulamam. Ularının yetekçilerine, şu yaşlarının yetekçilerine vuru yetiş, emniyette o yaşlarını hayatlamak tutuklu, tuyuklu, ektirip koyuyor. Şuna ben desek de, muştak bilmesini söylemek için, benimki, talam şunası, talam kozuğusu, kriz ve berbatide, akıl ve faziletli adamı tarih mesele, bu mekvalardan muşundak meselelerine oyla, hazır zamanın ki, Ali mağarıbda, otur mağarıbda, bulup mu, Cumhuriyet Amerika'da tartışılan talantlık başlığı, vallahi terbileşme arabı tutulan bu derslerini basas tutup, dünyavi talant tezilesini uygulaştırış, yerleştiriş boyunca moşu besini oylar, moşu yolunu kankan edip. Ben özel içtimai ve tatbikatıyla şugullanan ve şu sahip edenler yok şaşkalık mümkün. Bular mı benim uygulayıcı kuruş, zahiyeler kuruş ve bunun ki asası tematik mezmun belgeleştirde bu sakmada şu işte boğalık için ben kandaktı devamlı uyguladık, devam edecekte müşmillerke sersin olup sert olup yol başlayıp adamlar kıyar. Bunların yüzünden nime var. Şunu imkaniyetim tercih vakti da taşış için ben bu yollar var. Hem de benim çıkıcı bazı işi de muşu tetkikatla birleştirdiğim için benimki içtimai ve sahasında birleştirdiğimiz her kaçan halk arasındaki çok kimeler tutup muhakkım işine tuturmuş. O muhakkım işler sanki bazıları kişi aynı bir katem, bazıları neticede bir katem, neticede 10 kişide bir katem çok kişi devamlı kulaklardan değil. İşte bu kadar şey bana tabi halde dedem rahmetli'nin tavşırıp icra kıldığı bir sorun bilim meydanı mantıklı kılındı. Ben özüm daha kuşanlık bilen belki bağırlık kuşanlık koyup özümdeki kemiyeli poluklaşmak oldu. Şundan ikinci baskoy ben özümle icadeti toplaş. Olup mu? İcadeti topluluğunu bakar. Kulluk adamlarına baytar. Benimki kestim edebiyat ya senetim. Lekin ben edebiyat senetim ki başka işler çok paylaşmam olsa ama benim özüm konularında devamlı bir kıl mehtap izleyim. Kandak ise Uygur halkının bir nezriye tefekkür, bir toğul dünyayı bir kandak düşse. Kandak ise düşürgen. Çünkü bütün dünyadaki her akıl nezriye Türk olup var. Lekin bu nezriyeler hemmesi başka yerdeki dertlerle değil, Allah için. Bizim bu yerdeki meselelerini kun düşürebiliriz için. Devamlı biz nail çok kitaplar okusak mı olsa bizim intayın. Yani bu işte. Bunu direkt edizlerimizde nail yaxşı izrahatını vurgunuz. Sağın bozak mı çiçek abdi, yani şamal abdi ve erkek tutmakçılık bulup usul anlamağında kahvaltı. Ben. Şu bu kadar için nezriye cezme öz yıldızların özünün cahil, öz şirin. Şuna bakanda bizim bu makamın nezriye kurulmuş. Kanda bozdu. Mesela biz Cumhuriyet'te Leykon dediğimiz umma bakanda bununki intizam karşı, özün kurban kılış karşı, vakit saatte her kanda çamda vatandaşın iştirakını tatlı tutulan ağırlıkta çayı var. Kurban kılış yok. Endi nezriye sepede boşunda tutulan adamın sımı oldu. Kada bu.
Buni biz qanday turibmiz? Şuna bu çağda menimki asaslı ideya bu nazariyani her bir joy ayrım nazariyalar yaşayamız mı? Lekin bir milletninki felsefe ideyasi şu milletin umumiyetlik aqllanishga munosib ish bo'lganlikdan jazman şu milletninki o'zi xuddi ona balani qo'llab qanday o'zi tug'ish kerak. Bununla menimki alaydanki kitaplarını bununla felsefe çok umumi bizden hayatımızda takılan umumi ubuli yani ebedi kalkılan kanuniyetler bizde önce oraya durdu. Muştafa iken bunda bir özü felsefi ideyanın simoli ve onunki nazariye sistemisi cezmen şu milletin bayramı dillerini özettiler. Tarihte onun tarihini baştan ayak apırdılar. Hem de varlık kesitlerine koddu su, kongusu getirip sımkırdılar. Bir nazariye buluş gerek. O cezmen klasiklara değil, lige klasiklarını tekrarlaşamaz. Mesela ben kendi çıkan adem öldü. Öz kazanım tılıda ettir. Katta, hürmet saza ve diğer moşunda, mezununda bulunuldu. O kullanılan öldü kullanılan vakitte bütün tarihti. Yani kuşanmış. Bizden burundu yaşam bulan hatta kuşanyan, kuşan. Yani artık Barizi Asya ve burundu kam dairedeki çoğun halkın ideyasına hareketler kıldıran adam kuşanmış. Kuşanmış, yani kuşandın kelgenmiş, üst hasarlıkta tukunu bulurmuş. O İslamiyet kırvatma da tehe tolu İslamlaşıp bulanmayı tahta orada durvatlar. İmam kırken bozu mu? Tehe kuşanın bilim hazinelerine onundan ortak bilip kırvattan kırtlamışken kişi. Bu arkalık üst pasajı oldu da mümkünle kuşanmış harfı en özüm tili de kuşanmış, yani öz digeni yek kullanmazdan öldürülmüş. Bunu kullan. Öldürülmüşte kullanışlı tüp sebep, bana şu uzak bir tarifim, yani öz digen Uygur halkının vaktini közler, tutkan adımının, danışman adımının şunçaktaki, yani yüzyıllardan keyinki şu Hazreti Allah devrine yetekleydiği bir ruhla aylandırılan kişi kuşanmış. Dedi ki öldürmüş. Bizden hem de Hazreti Mevla'dan öldü. Şu kuşanmışın, şu öldürmüşün büyük çevresi yani şunun izçisi kandak buludu. Bular her kaysi yeni devir açtıgan, dünyavi yıkılan ahvalıktan sözleydigan, her kaysidan sözlediğin sözleri daim küçük bir mahallevi medeniyet olmasın. O bütün dünyada fethedilen bir ilmi. İlmi dediğimiz hem içtimai başvuruşka, hem ilim feni yetekleşke, hem turmuştaki ahlakı faziletlerini reddetişke. Şundaklar, kendisi bir nicat yolu izleşke, çünkü var, çakak faziletike etrafta getirilgen bilimsiz dürüst olan şekilde.
Biz buna şu da bir simolni tutuş üçün ikinci mertebe ben ödülük yani paraset ikiz. Bu divar bölük desek boğumuzdan gelip başka yerde divar bölük kullanmayı da bana paraset namı da özgertip Allah bunu mutlaka gelip davranışlar özgertiş verdi. Yani bu kitaptaki asas mesele benimki yaşaş senedinin keyinki toluklar. Yaşaş senede ben oylaganda moşuda özü Uygur halkının doğraylığa kelip endizdir. Bulmay, icadi cari kıldırgan bir cürek otu buluş gerek. Bu ot ögülük olsa, bu edenlerki çok hususiyeti neyim buluşlardan ben 50 araştırmalarına ait buldum. 40 kişilik kitap çıkarmayan, türlü kitaplarla çıkarır, geziş, tercih kılışlar havale. Lakin ne biçim o takımı düşürüp bozulmayın. Neyse bunlar okumuşlar, her yıl daha şöyle timtaz kirkide, teknolojik kırken deryaların hemmesi tutulma bir şöyle tutulmakta olur. Demek bizdeki bu nokta Türk hususiyet bu ilişkide bu bozumu icadiyet. İcadiyet diye ne mi? İcadiyetin her bir sahada, her bir teknik yollarında, her bir pen sayesinde okşamayılan usul, taktik. Lakin benim karşımda icadiyetin asas nezariyesi goya alim, kitap, yakut degende olmak. Hayse alimnin kitabı der bizni yaratmaktan alim. Ve onu bilip tutuş adet münasebetini doğru ekspre edemem. Tabi kurulma bu elbette icadiyetin hep bilim kurulması bu. Yani icadiyetin ki bu kurulması mesela biz bize işte oturmak bizim üstünde soğuk, toprak, su, hava, ot desek. Başta kalsak mı? Toprak, az su, aslı gaz, aslı bal. Aslı 4 devet, üstü 4 devet, 8 devet. Bu yaratış bilen bilgici alem oturusundaki takım olanda çok icadiyet kalıp şuda demek ben. Şuda bu için bu kitabındaki asaslık mendepsi Türk'tür. Bu kanda Türk'tür, ömlük, özlük, öglük, ördük. Bu kanda kata, bu kademlenip ağırda erkin tefekkür var. Goya bir tepezden veya ki bir taban tızaktan çıkıkken kuş okşayıp kanatlarını kuştuğuna bir ruh, biliş meselesi. Ömrük dediğimiz mesela bu tür katlarında bir tukum okşarsa tukumun şekli özlük, ömrük. Onun seride özlük. Onunki uğrudur, öglük. Çocuğun çıkışı örlük. Demek öglük goya uruk süper. Bu ruhi gerektir. Kodda tukumdan çocuğlar kanat çıkılıp çıkıdığında mizan belirleydiğinde. Bu mizan çokum yaratıcı ve yaratıcı oturuşu tampon. İlgili çatı meydan külüdü yaparak ben de bu çıkıcı basmışta yaşaş senedi yaptı. Bizim yaşaş senedimiz cezmen bu kitaplara çok karakter değil mi? Kitapların hemmesi bizimle hayvetlik bir öglükün ilgisi koysulmuş gerek. Bu öglük, umman kulakmançada dünyanın kurulmasına, özünün kurulmasına karakter çıkılgan kadar. Kaçta bulamadı da, muşuk tör katlamda. Doğru girdim. Kitap olsa, bu kitap bizge mevcuduk esnatılgan. Hemen kitapta. Şuna işte ben bu kitapta ben bu
kitap. Mesela 8 kitaptan ki mukaddimlik bayan, ögürlükünü biliş bayanı, icadiyetin bayanı, icadi varısının bayanı, sertlilikinin bayanı, zihin formüllerinin bayanı, akıl hürlükünün bayanı, talant yıldızlarının bayanı katarlıdır. Yani şu 8 isimli kitapta asasen ben icadiyet ve icadiyetinin fazilet. O her gün makalımda yazımı Kristus'u mantak oldu, tekst bunun ki mantak oldu, mantaklı halimiz yazmasın mantak yazamaz. O makalımda menence bir adam kişinin yaşlılık bozulsa, onun dili hakkı ne? Bir yaşlılık bozulsa, o çok yakında yaşlıdır. Bozulmasa, onun ki normal işleri işler kıymetli kılsın mı? Bu olmayı. Mesela bize nurgullar, teknik tedbirlerini alaylı. Yani turmuş tedbirlerini alaylı. Doktor Cumhur'un en çok tedbirlerin birisi olan 36 tedbirini alaylı. 36 tedbir her bir kanıtlık işten iştirak kıldılar. O mevzular kaçakta malum bir tedbir usuller çok kötü aldık meseleler her kıldan tedbirler tutulmuyor. Bunun felsefe oluşu yani öldürülmüş, ölüm veya çarpmış okşay zaman hayvanlık akıl ayrılmış için bu cezbe özünki şu 36 tedbirde 40-70 ki. Eğer bunu biz bu şu Budizm'nin ki Maitresim'den ekilip mesela Maitre'nin ki ult çıkıvatının öte Burhan oldu diye mentekse etkese o ult çıkı yani ult çıkı katlamda ötüdür. O ult çıkı katlam bunun ki biz bayat dedirken yaso, otçu, otor, boşkor insan. Bizimki onunki ötkini de Ayşo yasodur, goşko goşkoga töktevet. Yani bu adet töktevet ki ot çıkı katlamı biliyor. Ot çıkı katlam degen nime? Ot çıkı katlam mı? Her bir tök, her bir katlamdan başka özüne ötüşmüş. Mesela ben bir adam, ben istimal ve ihtira hareketiyle istimalım için istimal ne mevzu kirin desem çıkıp ben ihtira buldu. Ben kancılar istimal kılsam şunda ihtira bulmancakta tampon buldum. Eğer ihtira istimalda köp bulmancakta kıymetindeki paravalığı ösüp bayağı köpüyüp benimki cemiyetim tam yaş olarak geçiyor. Muşuma o'xshash har bir qatlamda meniki mushunda odam bo'lib mavjud bo'lib turishi uchun manga suvmi kerak, o't tasmi kerak, go'shtxo'rmi kerak. Mush hammasi mening aql tavalludimda. Men shu aql shaklida mush narsani hammani qabul qilib o'zimda chiqib turgan bir xarakterga ega. Boshqa bo'lgancha o't chiqibada, maddi nimagada bu koinotni tushunish masalasida bu mush to'rt tabatni to'rt qavatli aylanmaslikka o'tishgina bilib o'tgan bo'ldi. Endi bizniki hamda 32'de 40 qa, ya'ni Allah 40 bizni 40 kunda yaratdi degan yer bo'lsak, 40 kun bu qanday ahvol deganda shu maytri mana bo'lgan, Burhan mana bo'lgan bu yo'lda bir holda yaratuvchi odamdan har bir qavatda yaratuvchi odamning tampon oldida eltmanish, ya'ni bu 40 kun yaraldi deb to'liqlama. Menimki ikkinchi qadamda o'tgan ishim mushu bo'lib, bu 8 kitap mushu bir-birlar tasnidil. Endi bizniki bu nazariya qurilishimizda Olaqman ben qo'llagan bu sohada men kimlarning men bilan hamkorlashganligini, men kimlar bilan mush ishda hamnafas bo'lsa,
o'zaro fikr almashtirishda aktiv bo'lganligini izlab, davomli har bir muhokama yig'inlarida bizda yurdi. Ammo meningki izlagan odamlarimni umuman qilayotganlar topolmadi. Chunki bizningki butun milliy kayfiyatimizda bir necha klassik eserlarni bizningki ijtimoiy fanlarimizni, ijtimoiy fan sayesinde birleşmesi bulanma Mahmud Yusuf ijtimoiy fan sayesinde birleşmesiga daim hizmet kılması bulan uzak bir jarayonda Qashqari merkez qilgan ulug' xotinlarimizni bayqab ularni replab bularni yo'ldosh Mahmud Qurbon, Qaysar Shakirlar hayot chog'da dinni tadqiqotlarga inson ko'p, adabiyot to'liq adab ko'p, shoir hikoyachilar ko'p. Lekin o'zini qurish masalasi qanday bo'ladi? Bir odamning mukammal hayotida qanday aylantirganida Allah inson az bo'lgan uchun men shu barliq muhokama shug'ullarda asosan o'zimni qaynoq narsalarida asosan chavatda yolg'iz vaqtda yolg'iz chavatda o'xshashmaydi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu kitobni tunishtirishni hep bağlı. Şunun münasebeti hayat ve icadiyet degan bu bir küçük kütüphanesinin sohbetleridir. İslamcan Şerif Ustaz'danki sözlerini 5 yılda anılgan bulduk. Bu anda 30 minut 45 minut diyen birinci kısım. İkinci kısım 30-40 minut. Üçüncü kısım 39-52 minut. Dördüncü kısım 14 minut genelde. Şuna bunu üzerine tepki verip, üzerine şu izlesenler çıkıdı, YouTube'dan anlasanlar buludu. Bir küçük bir perindaşlarıma köpten köp rahmet ettiğimiz hazır bula ne de sağ mı selamet mi okumayımız. Şunda qilib bu bugungi yashash san'ati to'g'riliq to'xtalgan mazmun o'shagicha endi biz namozning vaqti bo'ldi va azon chiqdi endi oldinglar. Shunga namozimizni o'qilayli. Allohning o'ziga omonat, xushvaqt bo'linglar. Inshaalloh eng yaxshi kitoblarni tunishtirishga tirishamiz. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalımga a'zo bo'lishni unutib qolmanglar. Tadbiriyay deb yozsanglar, inshaalloh bugun chiqar. Tadbiriyay.com desanglar, Tadbiriyay kanalımga kiralasizlar. Bu yerdan a'zo bo'lsam, hozir 739 adam a'zo bo'libdi. 1600 tane video sinba ishlaydi. A'zo bo'lasizlar. Yoki bo'lmasa YouTube'ga kirib bu yerdan Tadbiriyay deb izlasanglar, Tadbiriyay izlasanglar, mening logom chiqadi ekan mana. Yoki bo'lmasa Uyg'urcha alt yozili qilgan darslar bor, Uyg'urcha xat qilgan Türk olimlarning darslari. Yoki bo'lmasa Tadbiriyay deb Uyg'urcha izlasanglarmi yeni chiqadi ekan. Qadrli qarindoshlar, meniki bir kitap bir olam degan programma chiqyotidi. Mas'uliyat iqtidorini tarbiyalash, mas'uliyat iqtidorini ish pishirdiganga o'xshash. Bo'lmasa Tadbiriyayniki yeni boshqa programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi.